Bakhtin kurusun sana. Sana. Sal qolganda aktyorka bir joyingizga kirib ketardi yaxshi qiz. Voy, rahmat Batman. Chiroyli qiz ekansiz. Yigitingiz bormi? Unaqa savol bermang. Qara. Hop. Endi mana qara. Ya bitta ham. Ay 05 bakalashkom. Rahmat sizga Sparteli menim, siz meni bitta o'limdan qutqardingiz. Yaxshi qiz, seryozni ayting, yigitingiz bormi yo'qmi? Odam uyoltirmang, uyolib ketdim. Chunka. Ehtiyot bo'ling. Rahmat sizga Sparteli menim. Seryozni gapiring. Yigitingiz bormi yo'qmi? Bezor qildingiz, boku yigitim yo'q meni, yo'q. Yo'q degan. Dildor aka sizmi? Men seni sinagandim. Ha, betkuningga urib toshkor. Ha, semirib ozolmay yo'l. Qarab tursan, yigitim yo'q deb hammaga aytib yursanmi? Hammang bir ko'rsanlar. Dildor aka to'xtang, men sizni Urgimchakda uylagandim. Ayrıldık. Ayrılmaylik. Çıkmayapti. Ben sado kutmoqdaman. Dada, assalomu alaykum. Bola. Dada, faxriy yorliq oldim. Nimani olding bola? Subotniyda ikkita ishlaganim uchun zo'r ishlading deb berdi. Marandes bunga bermadimi? Yo'q, bunga hech narsa bermadi. Buni dadasiga ham bermagan, bunga ham bermagan. Mani faxrim. Ertaga yana olib kelaman, dada. Yo'q, okey. Sog'indim mehringni. Adajon, yana sizga faxriy yorliq olib keldim maktabdan. Ye bolajonim, nimadan olding endi? Doska bilan partani zo'r artganim uchun berdi menga faxriy yorliq. Padaringga chalpak seni o'qituvchilaring faqat ishlatyapti nima bola? Bu nima qildi? Bunga berdimi yo'qmi? Bu boshqa maktabga ko'chib ketdi. Seni dadang ham ko'chib yurardi, xafa bo'lma, sen ham ko'chib yuribsan ekanda. Bor yo'qol uylaringga, bor yo'qol uyingga o'yna. Bor, hayda buni. Hayda buni. Dada, men ertaga yana bir faxriy yorliq olib kelaman. Yo, obke bolam, endi bu safar sen ona tili matematikalardan ham ol bola, faqat ishlab olib kelyapsan bolam. Bersamoq, kutmoqdaman. Dada, yana faxriy yorliq olib keldim siz uchun. Ana nimadan olding? Mahalladan damkom berdi. Daraxtlarni yaxshi oqlading bolam dedi. Yerlarni zo'r og'darganing uchun senga faxriy yorliq beraman dedi. Pul olibke faxriy yorliqni o'rniga 1000 ta faxriy yorlig'ing bor. Pul olibke menga. Nima qilaman faxriy yorlig'ingni? Buni borku, ana o'qigan iching o'tsa ana qilasan. Ye, amaki, assalomu alaykum. Sinfdoshingmi? Qanday unday bilding? Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Mana bu o'g'lingiz faxriy yorliq olib kelgan paytingiz sizdan boshqa maktabga ko'chib ketgandim. O'shanda algoritm skulga o'qishga kirganman. Qanaqa skul? U yerda darsliklar bolaning qobiliyatiga qarab yo'naltiriladi. Malakali zo'r ustozlar dars beradi. Rus tili, ingliz tili, o'zbek tilida darslar o'tiladi. U maktabda mana bunaqa faxriy yorliq bermaydi. Zo'r o'qigan o'quvchini 6 oyda bir marta chet elga sayohatga yuboradi. Keyin 11-sinfda ham imkoniyat bor. U yerga o'qishga kirsa, davlat institutlari, chet el institutlariga 100% o'qishga kirishiga kafolat ham beradi. Zo'r joy ekan-da. Faxriy yorliq nima qilayman dada unda? Hammasini yig'dan 1 kilo go'sht olib ketib beradimikan? Bu. Nima olib kelasan unda uyga? Qog'ozni to'ldirib, makolaturaga ber. Mana akajon narsalaringiz. Mana bu zdachingizga qurt. Bugundan boshlab O'zbekistonda qurt pul sifatida muomalaga kiritildi. Ha, Jamshid. Salom bergin kelmaydi. Qurting ko'payib qoldimi? Yo'q. Bilib qo'y, qurt qo'lni kiri. Bugun sanda bor, ertaga menda bor. Huzur aka, assalomu alaykum. Qurtni ketidan yugurib ko'zim ko'r bo'lib qopti aka. Doktor, uni ahvoli qanday? Ahvoli og'ir. Doktor,
xohlagan qurtingizni beraman. Og'zingizga siqqanicha beraman, faqat uni saqlab qoling, iltimos. Odam zoti sog'ligini qurt bilan o'lchyapsanmi? Boring chiqib keting. Kassaga to'lang qurtlarni. Najim aka, biz umuman birga bo'la olmaykanmiz hayotda ham. Nega aşkım? Mani uydagilar qurtdor oilaga yerga berormoqchilar. Qurtdor oilaga? Vafadorimsiz mani. Bo'ldi, tushundim. Sanga qurti bor bolalar yoqar ekanda, ha? Hasta yürek hasta, hasta yürek hasta. Yürüp paraya tırman, sen tamana iste. Kollarımda kaldı, meni kolumda kaldı. Sana bergen güllerim balık aldı. Prokurorning o'g'li emasdirman. Vorzakonning ukasi emasdirman. Lekin bilib qo'y, seni baxtli qiladigan bir g'arib onani bolasiman. Сердце мое, Да, дорогой. любишь меня? Конечно. Серьезно? Да. Voy, mazam bo'lmayapti. Voy, Nima bo'ldi senga? metakka mazam bo'lmayapti. Bansiga olib boring. Bechora kelinim, shuni bansiga olib bor, ko'rsat dedim, ko'rsatmading. Tur endi o'rningdan. Yaxshiroq doktorga olib bor, ko'rsat. Bu ham birovning bolasi, tushundingmi? Atmasga qilyapti. Agar olib borsang o'lasan. Men ham kelin bo'lganman, o'lganim yo'q. Olib bor yaxshiroq doktor topib. Olib boraymi, olib bormaymi? Oyijon, doktorimiz aytdi, Yigit. Ya, o'shaqa borib maza qilib cho'miling, nafas oling, barchaga foydali dedi. Voy, bunday yaxshi shunday dedimi? Boringlar bo'lmasa, karbonat angidrid kislorodlardan to'yib mazza qilib Barchaga yaxshi dedimi? Voy, buncha yaxshi. Agar men siz borsam, putingni jirtaman bola. Davay. Bilet olganmisan? Boringlar. Ey, to'xta. Qayoqqa? Ayajon, keliniz taksiko'sku. Chunki limon his kelib qopti-da. Ha, limon ichkilari kelib qoptimi? Biz ham taksikaz bo'lganmiz, ariqlardan suv ichganmiz, o'lganimiz yo'q. Olib kelingizmi, metaka? Voy, kelinimning ichkisi keldimi? Bir. Beraymi, bermaymi, yo ariqda ichsinmi? Bu yerda bari men olib kelganing yo'q-ku. Meni mushukcham, meni baliqcham, menga sendan boshqa hech kim kerak emas. Tushundik. Sizga mushukcha kerak ekan, ona kerak emas. Aya, noto'g'ri tushunmang, aya. Aya. Siz jetlimisiz? Baliqcham.